hurmatli o'rtoqlar, Ranoshka bilan biz syomkaga keluvdik. Endi mana baqan qilamiz. Syomkada yurganimizda bizaga o'sha milliy taomlarni shefporlari bemalol ovqatlarimizdan xohlagancha yeyishimizdan taklif qilishadi, lekin bizni xohlaganchalik yemaymiz, Rano. Shunaqa. Men o'zimni kasbimni yaxshi ko'raman. Ayniqsa ovqatlar bilan bo'lganda syomkada. Lekin gap yo'q ekan. Xamir hasb. Hayotimda rostini aytsam birinchi marta yeyishim. Yoqdi. Xamirlari, yumshoqchilari. Biz bilasizlar, hozir qayerdamiz? Xamirlidamiz. Chig'atoyda xamirlidamiz. Setlarni qaranglar. Alviyasi ham zo'r ekan. Men alviyasidan yeb ko'rdim. Xo'p, sifat ekan ularda. Sifat va akkuratniy o'rtoqlar. Mana buni qaranglar. Joylar pokiza, чистый. Shunaqa pokiza insonlar ishlaydi. Halol. Основной hamma joyda tozalik yaxshi.